hozir paqtkiz osmondan yerga paqt tushishi bilan men prokurorning qiziman deb kelib turib meni efirga qo'yinglar deydigan zamon emas. Odam o'zi harakat qilsagina keyin efirga chiqishi mumkin. Chunki ijod bu g'isht terishni o'rgatadigan ish emas. Men xohlamasam ham g'isht terishni o'rgatsa chiroyli qilishim mumkin. Lekin ijodni xohlamasa ham hech kim qila oladi degan joyi yo'q. Ijod bu so'zni shunaqangi terishki, u Alloh tarafidan sizga o'rgatilishi va berilishi kerak. Va bundan unumli foydalanish kerak. Izlangan, imkon topgan va harakat qilgan odamgagina ko'mak ko'rsatilishi mumkin. Har doim va hamma tarafdan. Shuning uchun men aytaman. Odamzod shunaqa ekanki, har doim imtiyoz so'rab yashaydi ekanda atrofdagilardan. Men ham orzu qilaman, bittasi MyFive eshigini taqillatib kelib, Sarvar chaqirib yuboringlar desa, "Assalomu alaykum" deb chiqsam, "Manovo to'rxonali domda kaliti yerto'lasi bilan" deb tashab ketishlarini men ham xohlayman. Kim xohlamaydi deysiz. Lekin bunaqa bo'lmasligini ham bilamiz-ku. Hozir hech narsa qilmaydi, stalbaga o'xshab turishadi, simyog'ochga o'xshab turishadi. Keyin uni kiyintirib ketishlarini xohlashadi. Qo'pol qilib aytganda.